أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aziz talib ilmlar, bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda Yasin surasini o'qishni o'rganamiz inshaalloh. Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi oyat. Yasin. Qarang. Yasin huruf muqatta'atlardan. Ya'ni ya alohida nutq qilinadi, ya alohida nutq qilinadi, sin alohida nutq qilinadi. Sin, qarang. Yasin, ya 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Sin esa 6 harakat miqdorida cho'ziladi. Chunki sin harfi 3 ta harfdan tashkil topgan. O'rtasida ya mad harf bor, ya bor, sukunlik va oxirida nima? Asli sukun. Bu nima deyiladi? Maddu lazim harfi. Muxaffaf. Maddu lazim harfi bu 6 harakat miqdorida cho'ziladi. Yasin. Yasin. Oxirida nun izhor bo'ladi. Izhor degan aniq o'qiymiz nunni. Hafs an Asim min tariq Shotibiyada aniq o'qilinadi. Ya'ni biz bu Yasinni bu yoqqa bog'lab o'qisak ham, bog'lamasdan o'qisak ham Yasin deb nunni izhor o'qiymiz. Hafs izhor o'qigan. Qanday? Yasin wal Qur'anil hakim. Ammo bog'lab o'qisak Yasin wal Qur'anil hakim. Shu tartibda o'qiymiz. Ammo Hafsda Toibatin nashrda bu ikki xil joiz. Ya'ni qanday? Oxiridagi nunni vovni ichiga idg'om qilamiz. G'unnalik idg'om qilamiz. Bu qanday bo'ladi? Yasin wal Qur'anil hakim. Aynan qalamda ham, nunda ham xuddi shunday. Nun wal qalami va ma yasturun. Qalam surasi bor-ku, unda ham ikkinchi o'qish joizligi, ikkinchi turi esa nun wal qalami va ma yasturun deb turib, vovga nunda nima qilamiz? Idg'om qilamiz. O'rnalik idg'om qilamiz. Demak, Yasinni bilib oldik. Yasin. Oson, xuddi shu tartibda o'qiramiz. Ikkinchi oyat. Val deganimizda mana vav usti fathalik lamga bog'lab o'qiymiz. Hamza vasli o'qilmay qoladi. Val qu val qur deb turib qudi dommasini aniq bildiramiz, ro'ni yo'g'on qilamiz. Qur ro sukunlik. Qur a deganimizda 2 harakat miqdor cho'zamiz. Nil deb turib lamga bog'laymiz. Bu yana o'qilmay qoladi. Nil val Qur'anil hakim. Mana bu lamlarda qalqala qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lamiz. Qanday? Val Qur'anil hakim deb o'qishimiz xato bo'ladi. Shuning uchun val Qur'anil hakim lamni aniq bildirib o'qiymiz. Hakim deb cho'zib 2, 4, 6 harakat miqdorida cho'zib to'xtashimiz mumkin. Chunki bu yerda to'xtayapmiz-ku mimmi sukuni bilan. Unda madda arid sukun bo'ladi. 2, 4, 6 harakat miqdorida cho'zib to'xtashimiz mumkin. Ya'ni qiroatimiz tartibiga ko'ra. O'qiyman. Val Qur'anil hakim. Endi esa 3-oyatda o'qiymiz. Innaka laminal mursalin. Qarang, innaka de hamzani aniq bildiramiz. Innaka deganda nunni g'unnasini aniq bildiramiz. Ushlab turing, shoshmasdan innaka deb o'tib ketmang. Innaka g'unnasi eng komil tarzda bo'ladi. Nun va mimni ustida tashdid bo'lsa, shoshilmasdan ushlab turamiz.
innaka innaka kad ustida fatha bor. Laminal la fathalik, mim kasralik, na fathalik, lamga bog'lab o'qiymiz. Laminal laminal keyin mu bo'lib qolmasa mur 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 ro yo'g'on sa ingichka mursalin deb turib cho'zib to'xtaymiz. Nunni sukuni bilan to'xtaymiz. Chunki harakat bilan to'xtab bo'lmaydi. Mursalina deb harakat bilan to'xtash mumkin emas. Arab tilida bu qoida bor. Sukun harfi bilan boshlanmaydi va harakat bilan to'xtalmaydi. Demak, innaka laminal mursalin. Takror o'qiyman. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Endi esa 4-oyatni o'qiymiz. Ilm asta-asta, sekin-sekinlik bilan kiradi. Ya'ni ilmda toshbaqaga o'xshab sekin ketish afzal bo'ladi. Shoshilib to'xtab qolgandan ko'ra. Shuning uchun oz-ozdan bo'lsa ham sekin to'g'ri o'qishda davom etsangiz, albatta siz oxiriga yetasiz inshaalloh. Qarang. Ala sirotim mustaqim. Ala deganda ikki harakat miqdor cho'zamiz. Ayn fathalik, lam fathalik. Ala ikki harakat miqdor cho'zing. Si sod yo'g'on harflardan, si emas, si yo'g'on qiling. Ro ham yo'g'on, ikki harakat miqdor cho'ziladi. Sirotim, ti ham yo'g'on, ti, si, sirotim deb mimni ushlab turing. Tim deb tanvinni mimni ichiga kirgizing. Tim mustaqim, bunga nima qilamiz? Idg'om qilamiz. G'unnalik idg'om kirgizamiz. Sirotim keyin deb ushlab turdingizmi? G'unnasi tugagandan keyin mu deysiz. Mu deb aytasiz, labis tezda sinda qaytsin. Tim mustaqim cho'zib to'xtaymiz. Ala sirotim mustaqim. Takror o'qing. Endi esa 5-oyatni o'qiymiz. Tanzilal azizir rohim. Qarang, tan deganingizda ta nuna, nunni zayd ichiga kirgizing, yashiring. Tanzi, zada tagiga boring, ushlab turing. Tanzilal deb o'tib ketmang. Tanzi deb turib ikki harakat miqdor cho'zasiz. Tanzilal lal bo'linmani qalqalib qolmasin. Tanzilal azizir. Qarang, azi kasralarda bildiring. Buni zi deb cho'zyapmizmi? Chunki yo bor. Azizir ro yo'g'on endi. Azizir rohim. Tanzilal azizir rohim. Qur'onni to'liq xatosiz o'qib olganingizdan keyin ana ovozingizni go'zallashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni albatta qoidadan chiqmagan holatda. Qoida deganimizda tajvid qoidasidan cho'zilishlar, ixfolar, idg'omlar bularni mukammal o'rganib olganingizdan keyin ana ovozni qancha go'zallashtirsangiz shuncha yaxshi. Demak, bu oyatni 5-oyatni o'qiymiz. Tanzilal azizir rohim. Endi esa 6-oyatni o'qiymiz. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum g'afilun. Qarang, li kasralik, la harfimiz kasralik, tu dommalik, la o'chirchaysan. Li tu keyin nun. Nunni zal ichiga kirgizamiz, yashiramiz. Litunzira. Litunzi roga roni yo'g'on qiling.
Qo, qovman. Qo yuqoriga ko'taringlar bizni, oldinga chiqib ketmasin, qov bo'lib. Qov, qov, qovmam deb turib, mana bu tanvinni mim ichiga kirgizasiz, idg'om qilasiz. Qovmam ushladingizmi? Qovmam ma cho'zasiz, 4-5 harakat miqdorida cho'zasiz. Qavman ma unzira. Qarang. Qarang. U nun va zaljiga kirasiz. Kirgizasiz. Unzira abauhum. Mana bu a'da 2 harakat miqdor cho'zadi. Chunki hamza undan keyin alif bor. Aba 4-5 harakat miqdor cho'zasiz. Uhum. Mimni izhor qilamiz. Fad ichiga ixfa bo'lib ketmasin. Abauhum fahum. Izhor bo'lsin, ixfa bo'lib qolmasin, ham qalqala bo'lib qolmasin. Qanday qalqala? Abauhum fahum bo'lib qolmasin. Ikkalasi ham, bu ikkalasi ham. Aksar odam abauhum fahum g'afilun deb o'qiydi-da, bu xato. Qanday qilamiz? Abauhum fahum g'afilun. Mimlar sakrab ketmasin. G'oda 2 harakat miqdor cho'zamiz. Fi kasrasini aniq bildiramiz. Lun deb cho'zib 2-4-6 harakat miqdorida cho'zib to'xtaymiz. Manda arid li sukun. Endi yaxshilab nafas olib 6-oyatni o'qiymiz. Litunzira qawman ma unzira abauhum fahum g'afilun. Oxirida nun ham qalqala bo'lib qolmasin. Endi esa 7-oyatni o'qiymiz. Laqad, laqad. Dedi qalqala qiling. Laqad, laqad, la ingichka, qo yo'g'on. Laqad, haqqol, haqqo. Qofda tashdidni aniq bildiring. Laqad haqqol, lamga bog'lab o'qing. Qol, qola, qola emas, qol. Laqad haqqol qawlu. Qo, qawlu. Vovga cho'tchaysin. Qo, qawlu. Ala, buni endi 4-5 harakat miqdor cho'zamiz. Sabab qarang. Mad munfasil. Mad bu undan keyin nima bor? Hamza bor. Ala aktharihim. Ak deganingizda keda hamzasi bilinsin. Aqsol lisan, aqsol lisan. Tilda en oxiridan qof va undan keyin kaf chiqadi. Ak bo'lib turib tilda o'rtasiga borib qolmasin. Til aktharihim bo'ladi. Yo'q. Aktharihim. Aktharihim. Fa deb cho'zilib ham qolmasin. Aktharihim mim izhor qilamiz. Ixfa bo'lib qolmasin, ham qalqala ham bo'lib qolmasin. Fahum, bu yerda ham mimga e'tibor beramiz. Fahum bo'lib qolmasin. La da 2 harakat miqdor cho'zamiz. Yu'minun. Qarang. Yu'minun. Endi oyatni to'liq o'qiymiz. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Endi esa 8-oyatni o'qiymiz. Qarang, 8-oyatni o'qishni o'rganamiz endi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Qarang, innada hamzani bildiring. Ushlab turing g'unnasini. Qarang, g'unna. G'unna mana shu hayshumdan chiqadi. Inna keyin 2 harakat miqdor cho'zamiz. Ja'alnada. Ja'al lam bilinsin, nadan keyin 2 harakat miqdor cho'zamiz. Ja'anna bo'lib qolmasin. Chunki lam bilan nunning mahraji yaqin bir-biriga, shuning uchun ko'pchilik inna ja'anna dey. Ja'anna xato. Ja'alna. Lamni aniq bildiring.
Lamni biroz ushlab turing. Ja'alna. Fida 4-5 harakat miqdor cho'zing. Fi mana mat, undan keyin hamza kelyapti. Fi keyin a da nutq qiling, keyin aynni sukun holatda nutq qilamiz. Anaqihim nadi 2 harakat miqdor cho'zamiz. Qihim mimni izhor qilamiz. Anaqihim aw qani aw bu lav cho'chchaymasin. Aw la lan fad ichiga kirgizing. Aw la lan mana fada tagiga olib boramiz. Yashirib turamiz. Aw la lan fa. Keyin fa'ni fathasini zikr qilamiz. Hiya fahiya awlalan fahiya ilal qarang. Ilal deb lamga bog'lab o'qiymiz. Ilal azqoni azqoni 2 harakat miqdor cho'zamiz. Azqoni kasrasini bildiramiz. Fahum deganimizda mo mimni ichiga kirgizamiz. Ushlab turing. Fahum ushladingizmi? Keyin mimni dommasini nutq qiling. Muqo qof qalqala bo'lsin, chunki mana sukunlik. Qof sukunlik bo'lsa qalqala bo'ladi. Muq deb ketayim. Muqo mahun cho'zib sukun bilan to'xtaymiz. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Endi esa 9-oyatni o'qiymiz. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Qarang. وَجَعَلْنَا buni xuddi bu yerda o'qidik-ku, وَجَعَلْنَا xuddi shunday. Meda ja'alna deb o'qidik-ku, bu yerda ham ja'alna vav bor. Va ja'alna va fathalik, ja fathalik, ayn fathalik, lam sukunlik, nun ustida fatha bor, undan keyin alif bor. 2 harakat miqdor cho'ziladi. Va ja'alna mim deganda nun ustida mim turibdi, ko'ryapsizmi? Ba nun baga yo'liqib kelganda mimga almashib ketadi. Qalb bo'lib ketadi. Mim tajvidda bilamiz-ku, to'hfada ham yodladik-ku. Demak, iqlob harfi faqat qancha bitta. Sukunli nun va tanvin baga yo'liqib kelgan bo'lsa, mimga almashib ketadi. Mimun muxfa deyilgan. Buni yashirasiz. Qanday? Lablaringizni bir-biriga tegizasiz, ammo o'ta ham yopishtirib olmaymiz. Mim deb. Yo'q. Mim lab bir-biriga tegib turadi. Mim g'unna chiqadi. Mim shu ushlab turishimiz mimun muxfa bo'ladi. Mim furja bo'ladimi? Yo'q, o'ta katta ochiq bo'lmaydi. Mim bo'lib, yo'q. Mim bayni, bay deganimizda ba'di fathasini aniq bildiramiz va ya'da sukunini ham. Bayni ya bilinsin. Bayni bo'lib ya bilinmay qolmasin. Bayni kasrasini bildiramiz. Aydihim yerda bildiramiz. Di deb 2 harakat miqdor cho'zamiz. Him deb mimni izhor qilamiz. Sadda da tashdid bor. Sad tanvin bor, tanvinni vovni ichiga kirgizamiz. Saddan mana bu tanvin qani? Tanvin vovni ichida. Saddan va min nunda nima qilamiz? Izhor qilamiz. Aniq qilib o'qiymiz. Sabab bu yerda bo'g'iz harflar bor. Izhor harflaridan biri bor bu yerda. Va min xalfihim xo deymiz. Xalfihim. Yana saddan endi fad ichiga kirgizamiz. Vov ichiga kirgizdik-ku, endi fad ichiga nima qilamiz? Yashiramiz. Saddan
fni tagiga boradi, ammo fga mahrajga yopisha olmaydi. Ozgina ochiq joy bo'ladi. Saddan, qarang, ozgina ochiq joy bor. Saddan fa'aw. Fa'aw hamza bilinsin. Aw g'oyin yo'g'on. Fa'aw shaynahum. Fa'aw shay deb bildiramiz. Nahum ikki harakat miqdor cho'zamiz. Humni aniq bildiramiz. Mimni aniq bildiramiz. Fa'aw shaynahum fahum. Qarang. Mim fa'd ichiga yashirilib qolmasin. Aksar odam fa'awshaynahum fahum la yubsirun deb mimni o'qimay ketadi. Bu xato. Fa'awshaynahum fahum deb mimga aniq labimizni bir-biriga tegizamiz, keyin fa'ga ochamiz. Fa'awshaynahum fahum. Fahum. Mim qalqalab qolmasin, fahuma bo'lib. Fahuma. Xato. Fahum la yubsirun. Yubsirun cho'zib to'xtaymiz. Mad'arif bisukun. Endi oyatni o'qiymiz. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Endi esa 10-oyatni o'qiymiz. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Qarang. وَسَوَاءٌ deganda 4-5 harakat miqdor cho'zamiz. Bu savaun mad bor, undan keyin hamza bor. Bitta kalimada muttasil 4-5 harakat miqdoridan kam cho'zing. Hamma qorilar ittifoq qilgan. Madda muttasil munfasildan ko'ra, masalan munfasildek harakat miqdor cho'zsangiz bo'ladi, ammo muttasildek harakat miqdor cho'zsangiz bo'lmaydi. Wasawa'un ham izhor qilamiz. Sabab nima desa ayn bor. Ayn izhor harflarida. Alayhim la deb bildiramiz. Alayhim Anzartahum. Qarang. Ikkoni aniq bildiring. Bittasi bilinmay qolmasin. Anzartahum. Nunda zad ichiga nima qilamiz? Yashiramiz. Anzar. Zar. Za ingichka, ro yo'g'on. Zartahum ta yana ingichka. Hum deb turib mimni izhor qilamiz. Amlam mimlar qalqalib qolmasin. Amalama bo'lib. Amlam tunzirhum. Tu nunda zal ichiga kirgizamiz. Tunzirhum. Rodi ingichka qilamiz, sabab oldi kasralik. Tunzirhum. Undan keyin ham nima? Ingichka harf kelyapti. Hum mimni qalqala qilmaymiz. Huma demaymiz. Hum la dek harakat miqdor cho'zamiz. Yu'minun. Nafas uziladi, hamza bor. Yu'minun cho'zib to'xtaymiz. Endi 10-oyatni o'qiymiz. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Demak, bugun 10-oyatgacha o'qiymiz. Keyingi darsimizdan esa 11-oyatdan boshlaymiz. Fasubhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.